Hammaga salom. Bu videoda Akara i100 qulfini telefonga ulab sozlashni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, birin-ketin hammasini tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda sizlarga telefon kerak bo'ladi. Telefonda App Store yoki Play Marketga kirib, siz Akarani Akara Home ilovasini yuklab olasizlar. Hozir sizlarga zapis ekranini yozib olib, men bitga nima qilayotganimni ko'rsatib boraman. Ko'rsanglar, hammasini tushunib olasizlar. Akara Home ilovasini yuklab olganingizdan keyin приложениеga kirasizlar. Agar sizlar oldin registratsiya qilmagan bo'lsangiz, sizlarga qulay bo'lgan yo'l bilan registratsiyadan o'tib, asosiy menyuga tushasizlar. Birinchi bo'lib, biza bosh sahifada ko'rib turishingiz mumkin, plus tugmasi bor, добавить устройство degan joyi bor. Bu yerda biza mana pastga tushiradigan bo'lsak, har xil qurilmalar bor, Akara qurilmalari. Biza bu yerda qulfimizni topishimiz kerak bo'ladi. Dверные замки degan bo'limga o'tib, Akara i100 qulfini topib olamiz. Ko'rib turishinglar mumkin, ozgina vaqt kerak bo'ladi. Kirib olganimizdan keyin biz qulfimizni tayyorlab qo'yishimiz kerak. Ko'rishinglar mumkin. Пожалуйста, поднесите мобильный телефон ближе к замку, откройте крышку и нажмите на настройку deyapti. Sizlar qulfingizga batareykalarni tiqib olganingizdan keyin qopqog'ini ochasizlar. Hozir orqa qismini sizlarga ko'rsatib beraman. Orqa qismida настройка ingliz tilida yozilgan bo'ladi. Настройка tugmasini bosib turish kerak bo'ladi. Ozgina vaqt bosganingizdan keyin telefoningizga maxsus parol chiqadi. Bu parolni sizlar qulfingizga terishinglar kerak bo'ladi. Bizning holatimizda mana ko'rib turishinglar mumkin, 104 285. Endi telefonimizga qulf ulanyapti. Ozgina vaqt kutamiz. Ko'rishinglar mumkin, telefonimizga ulandi. Bu yerda nomini o'zgartirishinglar mumkin. O'zingizga qulay bo'lgan nomni yoki o'zining nomini qoldirib, keyingi etapga o'tasizlar. Qulfimiz ulandi. Endi добавить пользователя deyapti. Bu yerga parol qo'shishimiz kerak. Bu administrator paroli bo'ladi. Sizlar o'zingizga mos keladigan, esingizda qoladigan parolni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Biz 112266 parolini qo'yamiz. Yana qayta so'raydi. 112266. Успешно выполнено. Parol qo'shildi. Parolni esingizdan chiqarmaslik uchun xohlagan подсказка yoki nomini o'zgartirib qo'yishinglar mumkin. Men 1122 deb qo'yaman. Endilikda отпечатка so'raydi. Hozir отпечаткani qo'sh. Отпечаток пальца. Область отпечатка слишком. Продолжайте водить от повторяем. Ozgina vaqt harakat qilganingizdan keyin barmog'inglar qo'shiladi. Bu barmoqni nomlab qo'yishinglar mumkin. O'zinglarniki yoki kimni barmog'ini qo'shayotgan bo'lsanglar, men большой палец qoldiraman. Привязать к шлюзу deyapti. Buni hozircha отмена qilib turamiz. Oxirida buni tushuntirib ketaman. Bo'ldi. Bizning qulfimiz ulandi. Ko'rib turishinglar mumkin. Telefon orqali biz hozir qulfni ocha olamiz. Undan tashqari meni bosh barmog'im va boya qo'ygan parol yordamida ochishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy olganda bu qulfni bir necha yo'l bilan ochish mumkin. 9 tagacha adashmasam, oldingi videolarda agar kanalimizga o'tadigan bo'lsangiz, buni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir telefonda qanaqa qilib yana bitta shaxsni qo'shish yoki parol qo'shishni o'rgatib ketaman. Bu yerda ko'rib turishinglar mumkin. Akara ilovasida agar qulfingizga kiradigan bo'lsangiz, jurnal bo'ladi. Qaysi vaqt ochilganligi, qaysi vaqt yopilgan, undan tashqari временный parol bor. Временный parolni ham tashab, qulfinglarni qanchadir vaqtga ochishingiz mumkin bo'ladi. Qulfni настройкasiga keladigan bo'lsak, men bu yerda 4 ta batareyka qo'yganman. Siz 8 tagacha qo'yishingiz mumkin. Pastki qismda batareyasini necha foizligini ko'rsatib turadi. Agar batareya qanchadir foizdan kamayadigan bo'lsa, 2 oygacha ishlab beradigan vaqt qolganda albatta telefoningizga уведомление keladi va sizlar batareykalarni almashtirib yana qaytadan ishlashingiz mumkin. Umumiy vaqtda bu yerda ishlab chiqaruvchi 18 oygacha deyapti, lekin praktikada har doim ishlatiladigan bo'lsa 1 yilgacha ishlab berishi mumkin bo'ladi. Uyingizda bir nechta odamni qo'shmoqchi bo'lsangiz, управление пользователями degan joydan boshqa odamni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ismini yozib, nima narsa qilishi mumkinligi va parol, отпечаткасini qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari NFC kartani ham mana shu joydan qo'shasiz. Bu qulfning yana bitta afzallik tarafi bor. Siz distansion tarzda buni boshqarishingiz mumkin. Временный parol jo'natib yoki jurnalni qarab, kim uyingizga qaysi vaqt kirganligini bilishingiz mumkin. Bunga sizga shluz kerak bo'ladi. Shluz bu shunaqa qurilmaki, qulfga ulanadi va Wi-Fi yordamida sizni telefoningizga informatsiyani jo'natib turadi.
yoki telefondan jo'natgan informatsiyangizni qulfga jo'natib eshikni ochib beradi. Bu shlyusni xarid qilish uchun bizga murojaat qiling. Biz hammasini tushuntirib berib, sizlarga hammasini o'rgatamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling, chunki biz faqatgina qulf emas, boshqa har xil Akara qurilmalarni ko'rsatib beramiz. Agar uyingizni aqlli qilmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz hammasini chiroyli qilib tushuntirib beramiz.